To'qqiz yetsa 100 ta somsa Filadelfiyadagi o'zbeklarga tarqating. O'zim tekshiraman. Bo'ldi, gap yo'q. 100 ta somsani olgani albatta biz shahar restoraniga keldik. Hozir ichkarida somsani tayyorlash vaqti. Men telefon zakaz qilib qo'yganman. Assalomu alaykum, Damir aka. Yaxshimisiz, charchamaysiz? Somsalar tayyor-ku aka. Xolos, paketlaymiz inshaalloh. Iftorgacha o'sib bitsa bo'ldi. İnşallah. Pakotu tayyor, somsa tayyor, bitti. Aka, bu somsalar tayyor bo'ldi. Necha pul bo'ldi bizdan? Bu shahar restoranlar restoran. Ana bo'lsa bo'ldi. Mana hozir Al-Buxoriy masjidiga keldik. Somsalarni olib keldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dafaga somsa. Mana aka. Men Instagramda shart bajaraman aka. Shart olishgandim, somsani tarqating deb. O'shanga kelib somsani tarqatyapman. Demak, odamlarga tarqatsa maylimi aka? Pulga. Ha, kamera atsin. Akalar, to'ldirib beramiz. Sizga shart qo'yamiz. Bir boshdan. Mana akalar. Shart bajarmay men degan. Aka somsa aka. Shularga o'rib. Kelinglar. Endi siz somsa keldiz-ku. Pulimizni ochdik. Somsani tarqatib oldik. Mana hozirgina somsalarimizni tarqatib chiqdik. Keyingisi nima bo'lsin?